Andijoncha, Mansur Xandaracha, Shevada. Har xil so'zlar qanaqa aytiladi? Faqat Satil. Plompaya. Nima u? Plompaya deyishasi Zina. o'rni yo'q. Nima? Davsiz odam bo'ladi-yu. Shunaqa odam o'rni yo'q deymiz. Ko'payib chiqaydi, unga joyi yo'q degan ma'noda keladi. Bizda unaqa odamlarni so'kib gapirishadi, lekin men so'kolmayman. Odam yo'g'il ya. Voy. Maki, Maniaqki, aga bor. anaqa bor. Anaqa bizda. Biz aga maga. Asha deymiz. Mana. Вот это. Говорим, да? O'sha. Mano. Mano biz говорим mashi. Anoni biz говорим asha. Voy, miyamda majlis. Aka deymiz. Biz aka deymiz. Aka. Aka? Bizchi hammani sizlaymiz, hattoki gijini ham. Aytayliklar, chaqaloqni ham sizlashadi anchasiga. Biz o'zidan yosh kattalarni sizlab gaplashamiz. Adak yosh kattalar yosh kichkinalarni sizlashmaydi. Biz haligi Toshkentga kelib, ida qo'shchasini qo'yib, o'zi edi deyishimiz kerak. Sizlaydi. Bizda sizlaydi bo'ladi. Lay bashnay qiladi. Jonini oladi anjanliklar. Kommentariyada Surxoncha va Andijoncha so'zlarni yozib qoldiringlar.